Ha, zapis bor. Ha, 46-sekund. Bir operator alishimiz kerak biz. Operator alishimiz kerak, stilist alishimiz kerak. Shu nomerlarga chiqinglar. Chiqinglar, lekin tekinga. Tekinga, haqiqatdan. Ijod uchun. O'zbegim uchun jonim fido. Boshlang bundan. Voy bu. Bir marta chalavering ya. Bir sene netim bundan. Yaxshi ketdik. Kayfiyat yaxshi. Kayfiyat zo'r. Kayfiyat zo'r bo'lsa bo'ldi. Toshkentga o'tamiz. VPN yoqamiz. Bugun yoqamiz. Seriously yoqib. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 4-sonimiz Trade Meme reaksiya. Ko'p gapirib o'tirmaymiz, boshlaymiz. 3-son 1 soat bo'lib ketdi. 1 soatdan ham oshdi, kesib 1 soat bo'lib qoldi. Bundan ham kamroq, sifatliroq qilishga harakat qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Biz boshladik unda. Pasroq qo'ying, ishgani. Zombi Ketdi. Yomon qilibdi-ku. Nada время остановиться deyapti. Vaqtida to'xtash kerak deyapti. Ko'rganmizmi? Qarachi aytyapti, bu hamma yangi treyderlar qanaqa boshlaydi deyapti. Istasan. 20%. O payt keldi. Top yetdi. Ketdi degan o'sha akkaunt. Qarang, kuni sal pasaytiraylik. Bo'ladi. Bunga o'tib qolyapti. Shunda qiynalamiz. 50 qildik-a? Bo'ladi. Ketdimi? Liquidation. To'g'ri. Yangi treyderlar boshida zo'r foyda qiladi. Keyin to'xtaydi ham. To'xtagandan keyin bitta xato qiladi. Shu bitta xato Kechagidek, mandagidek. Voy. Yetdim siz. To'xtang desam, To'xtash yo'q. New trader. Deb qo'yadi. Yangi trader deyapti-da. Voy, yomon qildi-ku. Kutmagan tarafidan Kutmaganda. Tekprosga qarab turadi, stop loss taq. Bo'ldi bor-ku. After the stop loss, the TP will hit. Короче, stop lossdan keyin take profit anaqa uradi deyapti. Lekin endi kechdi baribir. Birinchi chunki stop loss uryapti-ku. Yomon uribdi lekin. O'zingiz ko'rgandirsiz. Bechora. Teskari yuryapti-da bozorga. Teskari yurgani mayli, qarayapti, bayoganda. Tushib ketgan. Poni tushganda, "Mana to'xta, bu pastga ketyapti" deganda, "Endi sel olaman" degan. Bo'lgan. Bo'ladigan vaziyat lekin. Menda yomon bo'lgan. 5-6 yil oldin. Tak. Boshiga tegadi-mi? Me trying to recover my losses from market. Короче, men anaqa o'zim yo'qotganlarimni qaytarib olishga harakat qilyapman bozordan deyapti-da. Qaytarib olyapti-da. Boshiga qaytarib oldi. Qaytarib oldi haqiqatdan. Yo'qotganimni topaman deyish shu. Minuslarini qoplayman deb, qaytarib olaman deb tortyapti-da. Qayta boshiga tegdi. Xatoda o'sha. Endi yo'qotgan mab topish kerak, lekin azartga berilibmas. Wow. Yomon qaytarib. Короче, when it's Monday and you are ready with new strategy. Yangi strategiya bilan dushanba kuni sen tayyorkisan deyapti-da. Yugurib kelyapti. Bozor bittada. Market kutib olyapti-ku, qanaqada raundda. Bitta urdi. Qaytarib. Liquidity. Yomon qaytaribdi. Bo'ldi, akkaunt uxlaganda. Qachonki sen anaqa trendga qarshi savdo qilayotganingda deyapti-da. Stop lossga boryapti, narx. Oldi oxiri. Oldi, shunaqa.
ko'p shunaqa bo'ladi, bilasizmi? O'zani zo'r men biladigan narsa, stop lossga bir yaqinlashib qoldimi, bir 5, 15, 20 punkt qoldimi, o'sha yopib turish kerak. Baribir oladi. Baribir oladi, ha. Joy kelgandan keyin. Ayrim paytlar bo'lgan. Ayniqsa kechqurun yopib qo'yish kerak. Kechqurun o'sha stop lossga yaqin kelgan payti, misol uchun 10 punkt, 15 punkt qolgan bo'lsa, stop lossgacha 100dan 1 holatda olmasdan ham ketgan holatlar bor endi, 100dan 1da u. 100dan 1 holat. O'shaning uchun yopgan yaxshiroq. Hatto bir 10-15 dollar saqlab qolasiz. Zarar emas-ku, to'g'ri. Ana bo'lmasa. Ana. Har tomonlama yediryapti. Panik. Joyidan urdi. Qarachi. Juda ham anaqa foydali, instruksiyali trading video deyapti-da. O'shandan o'rgangan menimcha darsni. O'shanda aytdi-da, anaqa menimcha YouTube'da bo'ladi, bilasizmi? Kuni bo'yi anaqa stream qilib o'tiradiganlar bor. O'shani aytibdi-da menimcha. Ana, boshda ishlayapti mana, zo'r ishlayapti. Ketdi, keyin boshlandi. Ketdi, panik yo'q. Urishga qarang. Bechora yotdi mana. Minus 60%. 60 dan keyin o'zi to'xtatdi. Yo'qdi lekin, ha. Yomon urdi lekin. Mana multfilm qo'yingchi. Qani? Tak, Bitcoin, Nasdaq, tilla va man deyapti. Yeb tashlaydi. Bitcoin. Voy. Yedirdi. Yomon urdi-ku. Nasdaq bilan tilla itarib yubordi. Nasdaqda ishlamaganman lekin. Nasdaqda men ham ishlamaganman. Lekin ishlash kerak deyshadi. Faqat bay qilish kerak. Tushganda bay. Liboy anaqa korreksiya bay. S&P 500 bilan bir xil почти. Bayda bay. Mana zo'r lekin bor-ku. Ishgan sal pastroq qo'y. Videoga tushib qoladi, kessangiz. Emotsiya yo'q-da, qarang, Pro Trader'da. Mana. Mana shu eng muhim joyi-da. Ya'ni nima demoqchi edim? Kichkina foydani mensimaganda u. Hamma yonidagi. Katta yo'qotish ham bor-da uniki. Yo'qotish ham 566% minus. Bu degani 5 marta pulini yo'qotgan degani. 100% bitta akkaunt bo'lsa, unda 566 minus degani 5,5 marta minus qilganda. Endi почти bir xil, chunki qarasangiz, topgan puli ham ko'p, yo'qotish ham ko'p-da, u bir yo'q, mana bunaqa qilgani qoladi. Mana siqilgani qoladi. Nima demoqchiman? Siz misol uchun 100 dollar pulingiz bor, o'sha 100%, misol uchun 250, 300, 400, 500% foyda qilsangiz bo'ladi-da. Cheksiz foyda qilsangiz bo'ladi foizda, to'g'rimi? Lekin zarar qilsangiz qancha minus qila olasiz? 100%, to'g'rimi? 100%. 100% degani akkaunt yo'q bo'ldi degani, 100% ko'targan bo'lsangiz. Shunda nechta anaqani yo'q qilib yuborganda? Nechta emas. Ana oxirida baribir bittasini yo'q qilasiz demoqchiman. Bitta 100% yo'q qilasiz bo'ldi. Ko'pchilik aytadi, ana san nima deydi, tradingda o'sha gambling qilib, ya'ni katta lotlarda kirib 100% pulini yo'qotish mumkin deydi, lekin foyda qilishing cheksiz deydi. To'g'ri gap. Lekin cheksiz foyda qilgandan keyin bir marta 100% pulingizni yo'qotsangiz bo'ldi. O'sha ko'p topgan pulingiz yo'q bo'ladi bittada. Tushundingizmi? Tushuntirib bera oldimmi? Men tushundim. Tushungan bo'lsanglar xursandman. Bozorga. Tak bozorga kirgan 100 dollar bilan bozorga kirgan trader. Oho. Yo'q ketdi. Topolmadim. 100 dollar oldi. Bundan bozorga kiradi, yo'q qoldi. Qo'ying. Yo'q ketdimi? Qara. Shunaqa. Nima bo'ldi? Paxta bor-ku, paxta, yeydigan paxta. Suvga solsangiz yo'q ketadi-yu. Yetdi. O'shanaqa narsa-da o'zi. Bozorga 100 dollar ishlamasdim.
qilsangiz bo'ladi lekin. Ham kimdir yozdi kommentariyada $8 $45 qilganman deb. Hech narsa emas-ku. Deb maqtanaymi o'zimga ham. $15 225 qilganmiz. Keyin NFB da slip bo'ldik. Battar bo'ldi. Men ham yozaymi bunda? Yo'q. Yozmay, ha? Shart emas. $10 dan 540 qildim va qanaqa qilib odamni slip qiladi. Juda oson algoritmlar, tex, fundamental analizlar bozorini 100% bildim. Oson ekan deb o'ylab, o'ylab 10 minutda kredit. -17 nima degani? Bilmayman. Nima demoqchi bo'lgan? Oxirigacha yozmabdilar mayli. Kommentariy o'qiymizmi? Prosta kulibdilar. Nimaga kulganlar? Ma'no yo'q. Esimda 30 minutda yo'qolgandi, katta dars bo'lgan. Shunaqa. Qancha summaligini aytmaganlar, demak katta summa. $1000 hech narsa bo'lmaydi. Aql kerak. Aql kerak haqiqatdan. Depozit. To'g'ri. Depozit ham rol o'ynaydi aql ham. U ana. Nimaligini bilmayman. Qalampirni qarang. Yomon qilishdi lekin. Lekin hammasi ko'tgan. Voy, iflos. O'xshatibdi-da, men bilan. Ani kino ko'rganmisiz? Tog'a degan. O'zbek kino. Qo'chqor urushtirishadi-ku. Ha, bilasizmi? bilaman. Orqasiga qalampir tiqadi qo'chqorini. Yutadi qo'chqori. Keyin o'xirsam o'tirgan payt jiyani bor-ku. Jiyani yutqizganga qarab turib, siz ham qo'chqoringiz orqasiga qalampir tiqqaningizda siz ham qo'chqoringiz yetardi deydi-da. Aytib qo'yadi. Aytib qo'yadi. Samolyotimda Xitoydan shakar, Gollandiyadan quruq sut va Braziliyadan kofe olib kelgan. Bittada uchalasini aralashtirib ichkim kelib qoldi. Samolyotimda Xitoydan shakar, Gollandiyadan quruq sut va Braziliyadan kofe olib kelgan. Joylarni aytib turibdi-da o'zi ham. $10 topib. Yomon tushibdi lekin video. Gap yo'q, haqiqatdan zo'r qo'yishibdi. $10. Ana aytibdi, POV deyapti, короче deyapti. Money can't buy happiness. Pul baxt sotib ola olmaydi deyapti-da. Kulyapti-ku. Birdan o'zgarishiga qarang. She's such a cutie. Okay. Nahotki butun dunyo ostin-ustin bo'layotganidan ranjimasangiz. Nahotki. iPhone X bilan 11 ishlatilganlar ko'pchilik shunaqada. Farqi yo'q-da. 16 chiqadimi, 17 chiqadimi, 8 chiqadimi? Ular ham olgisi kelsa kerak baribir. Bilmadim. Misol uchun men 12 ishlataman. Unaqa zarur emas. Ishingizga zarur bo'lmasa kerak. Ishingizga zarur bo'lmasa, atak punt uchun-da olsangiz bo'ladi. Ketadi. Hayotning inasiga kirib yotibdi, lekin sen trader degan noming bor. Notaq, такой. Gangster bo'lib chiqib kelyapti o'zicha. Zato xohlagan vaqtda pul topa olasan debdilar. Xuddi shunga teskarisi. Yo'q, xohlagan paytingizda yo'qotib olishi mumkin. Zato pulim bor debdi. Shundaylarni deb boshqa norm traderlar nomiga dog' tushyapti. Noto'g'ri fikrlashni boshlayapti. Tradingda qandaydir $100 million qilish uchun stabil oila boqish uchun ishlanadigan soha. Bizani razgonchilar enasiga yetib qolishgan. Shunaqalar. Shundan qo'yingchi. Qoladimi? Bizga reklama tushmasmikin? Ana bitta reklama bor-ku. Ko'rasizlar? Namamda ko'rinadi, ekranga katta qilib logotip qo'yaman. Montajda. Mana bitta chiqdi. Katta. Unaqa chiqolmaydi lekin. Yo'q. Mana bitta chiqdi tepada. Shunaqa chiqdi. O'rganingda. O'rganamiz. CapCut Pro sotib olganmiz-ku. Bitta qilishini. Xudo xolasa. Shotini slip qilgan do'stingning bahonalarini eshitganingda kechqurun edi. Bir marta viu dedi, to'xtadi. Ikkinchi marta viu dedi-da, paq dedi-da, var.
turgan mashaqalab ketyapti. Buni ko'rmagandim, yomon edi. Bitta yana aytdi ko'raylik masalan. Ko'rganmisiz? Eshitganingiz. Ostdan ham Bu anaqani ko'rganmisiz? Bir marta viu Menmi? dedi to'xtadi. Ikkinchi marta viu dedida, paq dedida. Var! Aytib, manaqa qarab turgan, mashaqalab ketyapti. Mashaqqa. Gap yo'q, bir montaj lekin вообще gap yo'q. Menga qarang. Var. Gif. Serga oqib ketgan. Yo'q ketyapti. Buni qo'shiq qilishgan bilasizmi? Zo'r chiqqan. Men bolani ko'rmaganmiz lekin. Tepadak. Mayli, Bitta ko'ramiz. o'zimiz uchun. Oh, seriozmi yo'qmi? Voy, bashara ham bashara ekan lekin qarang. Sochlarni qarang. O'tirish qarang, nog'i o'tir. $1 topgan уже, seriozmi? Ko'zi ham qarang. Og'zi ham unaqa-da. Hatto o'sirgan. Gap yo'q. Kengisi. Oh. Oh. Nima bo'pti hozir? Yugurib kelyapti. Nima bo'pti hozir? Stoploz olib turibdi. Yoki stop loss, Yo kimdir yoki margin call. Margin call degani o'sha akkaunt anaqaga keldi, uxlaydi hozir degani. Yo'q, shunaqa keladimi? Uxlasa o'sha o'zidan o'zi yopib tashlaydi-da. Broker o'zi yopib tashlaydi, bilasizmi oxirida? Slip? Ha, slip o'lishga yaqin qolganda o'zi yopib tashlaydi. Bechora yugurib kelyapti. Taq. Kecha ham Chet el fantastik kinolari. filmlar, oho. Chiqish eshigi. Ko'ryapmiz buni? Pomidorni ko'rdim. Aynar ko'ring. Men buni ham tushunmadim cho'ta. Sovunni tushunmadim. Sovunni tushunmadim. Uy nima uy? Uymi? Короче, serial olishgan. Serial emas, anaqa telenovela, televizorda ko'rsatadigan. Ha. Kinoni nomini ahvoli Domda o'sgan kelin. Ha, uni ko'rdim. Chiqish qayerda deydi. Chiqish eshigi. Adashib qolman dedi. Voy. Tentak. Ay. Namuncha xonalari ko'p. Tashqariga qayerdan chiqardim? Okay. Qani pul qo'yib, pul qani deyapman. Amakimni pulini tradingda silib qo'yib yubordim. Keyin esa amakim Menda hozir olib bilmadim bilan. Agar 2 haftaga pulni qaytarmasam, ko'zimni ayiraman bilan. Yomonlardan tavsiyam. Voy. ko'tingda yuraman deb qo'yadi. Ikkoving tez parkovkaga kel. Taniysiz uni qizni? Yo'q, Ko'rganmisiz? o'sha ana bo'laman. Ikkoving tez parkovkaga yetib Mana kel. yerga kelib o'tirib parkovkaga keldim. Nimadir gapiga kirishmay qolgan bo'ladi. Shu ham zo'rda. Oldin nimadan qo'rqqanmiz? Hozir nimadan qo'rqamiz? Oh, tavba. Gap yo'q. O'qlov deyiladi, nima deyiladi? O'qlov, Bu yerda nima deyiladi? Biz o'qlov. Xorazmda o'qlov deymiz. Oqlov menimcha. Sizlarda Bo'lsa kerak. Ha, sizlarni Nima bu deb yozibdi kimdir? Biz endi videoni qani o'qiylik. Nima bu deb yozsalar kerak? Kelajak. Kelajak. Pul. Bu havuz deydi. USD. Nima raqasi bor? Endi nima? Anaqani so'rashgan o'zi. Svechani so'rashgan. Svecha, yaponskiy svecha. Svechani so'rashgan nima deb? Faqat boyosh Sizga ishlasangiz nima? ishlasangiz. Qormisiz nima? Qo'rqmaysiz degan. Ey, kommentariy yozayotgan odamlar, Xatolik. to'g'ri yozinglar. Biz o'qishga rostdan qiynalamiz. Bepul signal. Xullas. Qo'ying. Mayli, keyingisi. Lekin gap yo'q o'xshatishgan. Bir oy stabil ishlagan yig'gan pulimni NFT'da sell kirib, deysiz makro deydi. Yo, NFT'da ishlamadim. Endi aytaman-da, silib qo'yganimni o'ylasam. Bechorasi qiladi hozir. Bechora bir oy stabilni ishlaganda eng qizig'i bor-ku. Xuddi mendek bo'lgandek bor. Bo'lgan, mendan ham bo'lgan. Bu tradingga kirib kelgan odamda bo'ladi. O'sha momentdan chiqib olishda. O'sha xatodan to'g'ri bir Xulosa chiqarish Xulosa va chiqarish. keyingi safar xuddi shu xatoni yana takrorlamaslik eng asosiy narsa. Lekin baribir takrorlamaysiz keyin. takrorlaysiz. Endi hammaga har xil ta'sir qiladi, lekin menga to'g'ri ta'sir qilgan. Ana. Men xatolarimni Telegramda yo daftarchaga yozib ketaman. Bitim ochayotgan paytimda o'sha xatolik bormi yo'qmi? O'sha xatolik ham bo'ldi. Yangi xatolik bo'lsa yozib qo'yaman. Bitta filtr qilib olaman keyin.
Ketdi. Ya men miyamda Hozir shunaqa olib ketadi, tushlarimgacha kirib chiqadi mana xato qilganlarim. Mana shu yerda yopsang o'lib qolarman endi. Endi tradingda pulda u pul bo'lgandan keyin esingizda qoladi baribir. Shunaqa. Ano prop oldim-ku boshida. Kurs tugatib prop oldim. Bir oy zo'r ishladim-da, rostdan zo'r ishladim. 5% daromad qildim. Bir oyda. 100 minglik akkaunt. 5% daromad qildim. Keyin anaqa $1000 foyda turibman, 4000 yopib qo'yganman. 4000 yopib qo'yganman, $1000 foyda turibdi. NFP ga 20 minut qo'ygan. Save hech nima qilmagan. Save qilmaganman. Короче, общий anaqa minus 2000 mi turibdi-da. Stop losslar bilan. Kimda o'ylamay qara, hozir NFP chiqadi. NFP men tarafga chiqmasdan, o'sha tarafga men tarafga chiqmasdan ketib qolib, keyin men tarafga ketib qolsa-chi deb o'yladim-da. Stop lossni olib tashladim-da. Va, stop loss yo'q o'zi. Keyin bitta anaqa NFP chiqdi. Teskariga chiqdi. $1000 plusda turgan narsa birdan 2000 minusga o'tib qoldi. Keyin Stop loss yo'q. stop loss yo'q, olib tashlaganman. Yopish ham mumkin emas, chunki 3 minut ichida yopsangiz, anaqa akkaunt nima deydi? Qoidalarni buzib qo'ygan bo'lasiz, imtihon qoidasini. Prop shot qoidalarini buzib qo'ygan bo'lasiz. 3 minut ichida 5000 minus bo'ldi. 5000 minus bo'ldi degani o'sha qoida buzildi degani. Bir kunga 5% dan ko'p minus mumkin emas. Prosentka mumkin emas. Yomon ichmaching o'shanda og'ir-ku. O'shandan keyin hozir sal kattaroq news chiqsa, kattaroq news ko'rsam, stop lossim prosta anaqa. Bitta anaqa nima deydi? Minuslarim riskim sal kattaroq bo'lsa, sraz yopaman newsdan hozir. Men save qilaman ko'pincha. Save qilgan ham zo'r lekin. Yarimini yopib boraman bo'ldi. Foydalanib. Qaysi tarafga 70%, 80% yopib borish kerak. Bemalol o'tirasiz. Kimda agar yangilikda oldin foydada turgan bo'lsa, bitam yarimini yopish kerak. Yangilikda oldin misol uchun bitimlaringiz ochiq turgan bo'lsa va o'sha bitimlaringiz minusga ketishidan qo'rqib turgan bo'lsangiz, rostdan ham yuragingiz hapqirab turgan bo'lsa, lutchi 80% ni yopasiz o'sha bitimlarni yoki hammasini yopib boring, hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Agar achishadigan bo'lsa, ichingiz achishadigan bo'lsa, yarimini yopib ushlab turish. Hapqirab turgan bo'lsangiz, nima deydi? Qo'rqib turgan bo'lsangiz, yoping. Bo'ldi. Boshqa iloji yo'q. Chunki bilib bo'lmaydi bozorni. Men nima deb o'ylaganman? Yana agar hozir men tarafga chiqsa, imtihondan birinchi, ikkinchi fazasidan primo o'tib ketaman deganman. Noto'g'ri-da u. Chunki 5000 plus turibdi. Hozir men tarafga chiqsa, 6000 mi, 7000 plus bo'ladi yana. O'shani o'ylaganman-da men. Tupoy. Mayli, chiqsa yo'q xatolar. Trying to high USD with no stop loss. Короче, tillada stop losssiz ishlashga harakat qilaman otda-da. Naqmoqchi bu. Oo. Qarang, men sekin yoqmoqchi edi, sekin yoqmoqchi edi-da. Tushundingizmi? Yonmadi-da u, ha? Ha, yonmadi. Bitta tashladi yana. Nimadir sepganmi deyman-da? Ha, menimcha. Shunaqa. Yonmay yonib ketdi. Oyog'im kuyib chiqib ketdi. Balans slip. Balans uxladi. Gap yo'q ekan. Naqmoqchi. Voy, men bildim. Taxta Xitoyda. To'xtangchi. Taxta Amerikada. Voy. Eng qizig'i bor-ku. Hamid videoni tagiga anaqa yozadi-yu. Yozganini qarang. Nimaga xitoycha yozgan bu? Ataylar xitoycha yozganda, meni qamab yuborishmasin deb. Tushundingizmi? Hozir period qilsak nimadir kelib chiqadimi bundan? Hech nima kelib chiqmasa kerak. Hech narsa kelib chiqmaydi, nimadir ma'lumot kelib chiqadi-da. Chunki ko'p videolarni tagida ko'rganmisiz, umuman aloqasi yo'q-da, lekin anaqasiga kirsangiz, yozuviga kirsangiz tagida, qaysidir futbolist haqida ma'lumot turgan bo'ladi. Yoki qaysidir mashina haqida ma'lumot turgan bo'ladi. Biz ham qo'yib ko'ramiz Instagramda bitta mashinanikin. Shunaqa chiqazib ko'ramiz. Qarang. Esingdami bir paytlar meni sababsiz urarding. Endi esa hayot seni itaryapti. Basharasiga qarang, buni kulib turibsiz. O'ynaganmisiz? O'ynaganmiz. Qanday o'ynaganmiz? O'rganman shuni bor. Kuni bo'yi urib o'tirardim bor. Zato qimmat kiyimlar, qimmat oyoq ovqatlar olib berardim. Qarashni bekor qildim. Qarashni bekor qilib. Oh. Like bosamiz. Bratga. Tualetga ham siz bora olmasdingiz-ku. Noshukur debdi. Voy, lekin jiza. Zato qimmat ovqat yedirardim. Kulib qarab turishga qarang buni, tavba.
Birinchi tushgan paytida, ana kichkina payti bo'ladi. Ha. Qorinlar kattayib ketardi buni. Ko'p ovqat yesa, hojatxonaga bormasa. Ostdan ham o'ynardik-a shuni. Hech narsa qila olmadim. Shunchaki qaradim. Gap yo'q lekin bor-ku. Gap yo'q. Akkansizlik qilib yuborganda. Stop loss yo'q, bozor o'zi yopadi. Voy, kamera tekib ketdim. Qo'zg'alib ketmadimcha? Normalniy. Yomon siqilibdi lekin gap yo'q. Joyidan kesilibdi-da lekin. Shunchaki qarab turdim. Bitta qo'ying, bitta mazza qilaylik. Hech narsa qila olmadim. Shunchaki qaradim. Toshkent nima ham qiladi? Rostdan ham, ana, уже silib bo'lishingizni bilasiz-ku. O'sha payt hech narsa qila olmaysiz-da, yopishga aqlingiz emas, ana, psixologiyangiz ko'tarmaydi. Ko'tarmaydi-da. Men misol uchun ana o'sha aytaveraman yana, o'sha 14 ming minus qilganimni aytaveraman. O'sha payti 3 kunda minus bo'lganda-yu, birdaniga minus bo'lmagan. 3 kunda minus bo'lgan. Birinchi kun 3,5 ming, ikkinchi kun 7 ming shunaqa bo'lganda. Teskari ketavergan. Ha, ketavergan. Men teskari men sel ochganman, tilla bay ketavergan. Keyin короче 3-kuni oxirgisi turibdi. $1000 qoldi-da. Men siqilib turibman-da. Hech nima qilmayman. Kechqurun ham uxlamasdan bozorga kirib o'tirganmiz. Qaytsin shunaqa bo'ladi. Xudoyim qaytsin orqaga. Qaytsin deb o'tirasiz. O'shani kutib o'tiribsiz-da. $1000 qoldi-da, o'sha $1000 olsam bo'ladi. Hasaba bo'ldi, yopaman. $1000 qoldi. Yana trade qilishimga qoladi deb. O'sha paytda ham yana kirganman bozorga teskari. Bo'ladi, shunaqa holat. Объемni yana oshirganman-da. Keyin bitta bo'lgan, shu bilan bo'lgan. Miya o'sgan o'sha payti. Nima qildim? 2 kun anaqada yurganman depressiyada. Yomon bo'lgan. Sakkiz. Voy. Azobda u azob. Hozir shunaqa deyishmaydimi? Kuni bo'yi o'tirishga rozi edim. Jazoni qadriga yetmaganmiz deb kommentariyada yozibdi bitta. Shu. Keyin tushunasizlar-da buni. Kitobni tanlaysanmi, boylikni desa, qizni o'xshab kitob deganmiz debdi. Ye? Tavba. Otaman deb alladi, sakravordi. Qarab sakrayapti-da. Nima bo'pti? Kim bu prezident Tramp? Anaqami? Prezident emas ekan. Men Zelenskiymi deb o'yladim buni. O'xshirkan-a? O'xshirgan. Yigit qarang. Sindi. Boshini ushattiribdi mayli. Voy, ikkilar. Voy. Ajralib qoldi. Bitta tuxum. Apasni. Videolarni qayerdan topasiz? Qiziq-da bu. Yemagan lekin. Yemagan. Yo'q, u anaqa emas. O'zi video yemagan. Yemagan. Noto'g'ri tushunishmasa. Monitor ko'taraman. Yomon yasashgan. Yomon yasabdilar lekin. Voy. Ha qarang. Bitta o'tirdi. Qo'ying. Monitor yiqilib tushdi. Voy. Men bola kim edi? Ay shu. Через internetda o'tirdi. Voy, qorani qarang. Mayli ko'rmaymiz. Gunohga botmaylik. Keyingisi. Siz tushungan bo'lishingiz kerak buni. Ha. Tushundingizmi? Paddeshga qo'yardi lekin. Qutqarib qoldi. De Bruyne ko'p qutqargan o'yinlarni bilsangiz. O'shani aytibdi. He saved it deydi. Oh. Nimaga mani qulog'im 4 ta?
Bilmadim o'g'lim. Tushunmadim hozir bunga. Qo'shiqni eshitdingizmi? Xolamning nimasi deb Qizi. Xo'p. Nima Xolasini Dada, nimaga meni qulog'im 4 ta? Bilmadim o'g'lim. Hali tushunmadingizmi? Yo'q, tushunmam. Jey. Quloqlik qilyaptimi kimdir? Yo'q, qulog'im 4 ta deyapti. Rostdan qulog'i 4 ta. Qanday? Endi eshiting, Qanday? eshiting. Adasi bilmadim o'g'lim deyapti. Mana qo'shiq chiqib kelyapti. Menga juda yoqasiz, yo xolamning qizi. Keyin o'rganmayapti xolamning o'g'li. Короче, u xolasi bilan qiziga uylangan. O'shaning uchun gen yaqin-ku, qon yaqin-ku. Turmush qurish. Turmush qurishgan. O'shaning sababi bolasi nogiron tug'ilgan, o'sha 4 ta quloq bilan tug'ilgan. Do'stim bilan bozor. Nika deb yozib qo'ydi. Nika? Hozir Nike bo'lish kerak-ku. Nike bo'lish kerak. Nike deb yozish kerak. Nika deb yozib qo'ydi. Adidasni Abbas deb qo'yibdi. Puma, Upma. Adidas Abibas. Polon nima degan? Polo, Lolo. Tak. Короче, mayli, keyingisi. Jakr bilmas ekan. Короче, aytdi, sen anaqa va nihoyat tushunib yetding. Bozor qanaqa harakatlanishini deyapti. Bozor algoritmini. Bitta qo'li bilan. Kino ko'rganmisiz? Matrixni nima bu? Ko'rmaganmisiz? Matrix ko'rganmisiz? Taxminan bildim-da. Harakatlardan. Kino va Matrix ko'ringlar va miyani tars ochib yuboradi. Shunaqa zo'r kino. Men boshida o'sha nima deydi? Treylerini ko'rganman. Nima bu? Ko'rish shartmi shuni? deb hayron bo'lganman. Ko'riladigan kino ko'payib ketyapti. O'zbekistondan ham bir dunyo kino kino haqida o'zi gaplashish kerak. Kino bu odamni didini belgilab beradi. Har safar balans qilganimda risk bilan ishlayman desam. Nafsim. İtaraman dotdi. Men qilig'i sal anaqa bo'lib turibdi. Qiz bolami? Qiz bolani. Yaxshisi. Yana opa ro'molda. No, endi men uchun qilganlar, u aniq. Voy, voy. Gapirish qarang. Bu yer meni tashlagan. Bu qaysi kino? Shokoladlimidi? Yo'q. Qaysi kino bu? Multfilm bu menimcha. Bechara. To'xtalalagan. Bu yer biz o'ylaganimizdek emas ekan qo'yadi. Tak. Bo'ldimi? Menimcha bugunga yetadi deb o'ylaymiz. Xo'p, nima deymiz? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozib qoldiringlar fikringizni video haqida, o'zi umuman trading haqida va obuna bo'linglar. O'rtoqlar, o'zbek tilida mana shu tradingga oid memlarni ko'rib qolsanglar, farqi yo'q. Tilini ham farqi yo'q. O'sha sizlarga yoqqan, o'zingizlar kulgan videolarga, tradingga oid memlarga, o'sha Instadagi reelslarga bizani kommentariyada atmitga qilib ketsanglar, biz o'sha videolarni ko'rib, o'shalarga reaksiya qilamiz. Mana shu akkaunt va mana bu akkaunt farqi yo'q. Ikkalasidan bittasi. Yoki ko'rib turgan akkauntinglarga tashlanglar bo'ladi. Ko'rib turgan akkauntinglarni ham atmetga qilib ketsanglar bo'ladi. Atmetga yoki o'zimizga jo'natsanglar ham qaraymiz, qanchalik Shunaqa xolasa. Shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar. Xayr. Yo'qotgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Qarang. Qanaqa, mamnaqami? Farqi yo'q. Bum.
Tugadi degani bu, bo'ldi. Texnik nosozliklar ko'p bo'ldi. Kesiladigan joylari ham ozgina ko'p bo'ldi. Menimcha shu bilan 1 soat bo'ldimi? 1 soat bo'ldi. 1 soat bo'ldi, lekin 30 minut chiqsa kerak. Mayli. Yozib turganman, qarang ham. Yo, yozmay qo'ygan bo'lsa. Unaqa bo'lgan. Bo'pti, hammaga xayr. Yozib turibdi.